Hozir bir necha chiroyli kadrlar ko'rsataman. Laykla bosib tarqataverasiz. Endi azizlar, qavmga peyna qo'ydiraman deb Andijonga yoki Qo'qonga borishlar shart emas. Bu video syomkamiz Andijon viloyati Xonobod shahrida olib borilyapti. Mana ko'rib turibsizlar, qavmga loyiha ochishga mana bunaqa peyna qo'yilyapti. Juda ham oson, mana quyilish jarayoni. Bu peynamiz hozir Andijon viloyati Xonobod shahri Xomtog'da O'zgan mahallada qo'yilyapti. Buning kvadrati 40 mingdan sahatda xomashyo hamma narsasi ichida mana ustakalar o'zlari. Qolgan narsalarni telefon raqamlarini qoldiramiz. Telefon qilsanglar bemalol borib xizmat ko'rsatib berishadi. Loy bosaman yoki boshqa narsa qilaman deyotganlar uchun bemalol